Longbridge kompaniyasida shunaqangi mazza qilib ishlayapmiz qizlar, registratsiya qilib zakaz urib charchayapmiz. Nafaqat menda, meni jamoamdagi liderlarimni komandasida ham xuddi shu ahvol. Hammasi mazza qilib charchab ishlayapti. Zeroki aksiya bo'yicha Diamond 2 lavozimida 19% kirishyapti. Sizdan 5 tadan hamkor olib kirib, Diamond 3 degan lavozimga 23% $540 joyga sakrab o'tib olishyapti. Bu nima degani? 23% da har bir 360 ming so'mlik hamkordan 82,800 so'mdan daromad oladi. Referalniy bonusini oladi. Cheka bonusini oladi. Bu degani dahshat pul topadi degani 23%. Shuning uchun agarda siz ham zo'r kunlik daromad olib keladigan, registratsiya qilib tinmasdan zakaz urib charchaydigan kompaniya izlayotgan bo'lsangiz, sizlarga Longbridge kompaniyasini tavsiya qilaman. Agarda siz mani natijalarimni ko'rmoqchi bo'lsangiz, pastga natija kanalimni linkini yozib qoldiraman. Telegramdan shu linkni yozib izlaydigan bo'lsangiz, natija kanalim kelib chiqadi. Ko'ring, natijalarimizni kuzating, ko'ring. Agarda sizga yoqsa, murojaat qilasiz va sizga ish jarayonlarini o'rgataman. Действительно, Longbridge kompaniyasida o'sish, rivojlanish bomba darajada. Atigi 360 ming so'm bilan biznes boshlaysiz. Mana shu pullar orqali million daromadlarga sizga yo'l ochiladi. Bepul sayohatlar, mashina uchun $20,000, hech qanaqangi muddat yo'q. Eng qizig'i qizlar, mazza qilib ishlaysiz. Sizdan hech qanaqangi muddat qo'ymaydi. O'ynab, kulib, mazza qilib tez ishlasangiz, tez yetasiz, sekin ishlasangiz, sekin natijaga erishasiz. Buni hammasi Longbridge sizga imkoniyat beradi. Накопительный, hech narsa yutqazmaysiz. Toshbaqa tezligida ishlasangiz ham, albatta pensiyaga chiqish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Safimizga qo'shiling. Davlat va strukturasiga sizni taklif qilaman.